Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Mana navbatdagi Samarqand fasondagi darvozamizni xudo xolasa o'rnatib bo'ldik. Xo'p, nalichkalari ham o'ta bahaybat chiqdi. Xudo xolasa ko'rishlari mumkin. Mana o'zgacha uslubda yasab berdik. Xudo xolasa zamohlari ham shu, mana hozir ko'rsataman. Stimul zamohdan qo'yib berganmiz. Ochilib yopilishlariga ham bir baho berib qo'yasizlar. Bu 2 qavatli bo'lgan. Orqa ko'rinishlari ham mana shunaqa bo'ladi. 3 qavatlisi o'sha orqasi tekis bo'ladi, qovurg'alari umuman ko'rinmaydi-da. Sentr zamohlari ham mana yengil ochiladi. Ochib yopilishlari o'ta cho'tki. Tekis turadi qanot mana o'zi. Bundan chiroyli yana fasonlarimiz bor. Ko'ngilga qarab, xudo xolasa zakaz qilsalar o'rnatib beramiz yasab. Yopilishlari ham zo'r mana. Xizmatlar bo'lsa shu pastdagi nomerlarga murojaat qilishlari mumkin. Xudo xolasa qilib beramiz yasab.